Domla o'sha haqiqatan kitob haqida gap ketib qoldi-ku, shuning uchun olimlarimiz, ulamolarimiz aytadiki, kitob o'qiydigan odam o'g'ri bo'lmaydi. O'g'ri hech qachon kitob o'qimaydi. Shuning uchun kitob o'qisa, kitobda gap ko'p. Endi odamzodni mana katta-katta shayxlarimiz ham, olimlarimiz ham ko'p tavsiya qilarlarki, kitob o'qiydigan odamga mukammal ilm bo'lar ekan. Butun bo'lar ekan ilmi. Mana internetdan boshlaydigan parcha-parcha olamiz-ku, u fikr butun bo'lmaydi. Har qayerdan gapiradigan bo'lamiz, tamom. O'shaning bitta kitobni oldikmi, o'shaning oxirigacha mana o'sha akamga o'xshay, oxirigacha o'qib, iloji bo'lsa mag'zini chaqib, mana shu katta davralarga o'zimizga o'xshaydigan oddiy insonlar bilan shuni nima qilishimiz kerak, suhbatlashimiz kerak-da. Keyin uni ilmni qancha sarflasa, yana Hazrat Aliga ko'p qaytaveramiz, chunki Hazrat Alidan ko'p ma'lumot olishimiz kerak. Hazrat Ali aytadilar, ilmni sarflayversang ko'payaveradi deydi. Kamayib qolmaydi u. Qancha bir-birimizga aytsak, o'rgatsak, hozir domlam aytganlarga o'xshab bir-birimizga agar shuni aytib turaversak, ilmimiz mustahkam bo'ladi. Ilmli odamlardan doim yaxshilik chiqadi. Yoki ilm deganda ko'p kishi o'rganib qolgan, shu din ilmida deb o'ylaydi. Yo'q, aslida hozir men Temirchi akamiz aytdi, Temirchilikning o'zining ilmi bor. Ximiya ilmi bor, biologiyasi bor, boshqa hamma narsadan biz bilishimiz kerak. Biz musulmonlar bobolarimiz biron sohaga o'sha uchun qoloq bo'lmagan. Hamma ilmni oxirigacha o'rganishimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak-da shunga. Farzandlarimizni ham shuni tarbiyalashimiz kerak. O'shaga qaytib mana shu muborakbod etamiz sizni tavallud kuningiz bilan. Endi bu sabab edi. Shuna ulug' kunlar ko'p bo'lsin. Boshimizga doim salomat bo'ling. Mana akamiz xizmatda turibdilar. Alloh taolo bu kishidan ham rozi bo'lsin. Qadamlariga haqiqatan yaxshiliklar kitobat qilsin. Alloh taolo o'zi mehribon, yurtimizni asragan, haqiqatan yurtimiz, millatimiz, juda ajoyib millatimiz bor. O'zbek millatini boshqa millatlardan farqlanadi, qaytib takrorlaydi. Hamma millatlar buni mehmondo'stligi bilan. Bizning xalqimiz hatto o'sha urushib kelgan odamlarga ham mehmondo'stlik qilganda. O'zi shunaqa xalqda bu. Mana ko'rasiz, qayerga borsam o'zbekning bitta sifatini hamma joyga aytadi, o'ta mehmondo'st. O'zi yemasam albatta mehmoniga beradi. Mehmon qiladi hammani. Rasululloh aytganlarki, kim Allohga, oxirat kuniga iymon keltirsa, albatta mehmonni izzat qilsa. Bu payg'ambar gaplari ekanda, shuning uchun bobolarimiz buni mahkam ushlagan. Mustahkam qilib olgan. Hammalarga rahmat, Omlajon sizga ham rahmat. Ilohim, asli keksamiz ham, boshimizda turganlar ham mana shu kishi Alloh hamisha boshimizga salomat aylagan bo'lsin. Endi bundayda bu kitob degan narsa shunaqangi narsaki, tafsirjon. Kitob bir yaxshi do'stingiz ekan. Bu kitob sirdosh ekan insonga. Shunday. Bir siringizni bitta Maman degan yaxshi do'stingizga aytsangiz ham sir bo'lmaydi ekan u. U asr bo'ladi. O'sha sirda asri siz bo'lasiz. Bir kun o'z bir kun sir chiqadi. Lekin kitobdan ko'p narsa olasiz. Kitobdan tarixni o'rganasiz. Ilm. Matematikani o'rganasiz o'sha kitobdan, ilm. Hunardan eng chiroylisini o'sha kitobdan olasiz. Qayerga teshan ushlash kerak, qanday ushlash kerak, mehnat qanday ishlatish kerak, boshqasi hammasi o'sha kitobdan. Kitob ko'rganni, aql chirog'i. Kitob ko'rgan insonni boya chiroyli gapda aytasiz, o'g'lik qilishga hojati ham yo'q. Vaqti ham bo'lmaydi. Masalan, kitob ilm beradi. Ilm bor inson, hunari bor inson katta boy bo'ladi. Katta boyli egasi. Buni o'g'irlab ketolmaydi. Bironta tortib ham olmaydi. Bu kuyib ham ketmaydi. Bu suv ham to'fon ham olib ketmaydi bu. Ilm qoladi. Hunar qoladi o'sha. O'shan beradigan rizqi ham ilmdan keladi. Ham hunardan keladi insonda. Baxt ham, saodat ham. O'sha rizqni bergan, yaratganning o'zi o'sha tufayli baxtini, iqboldan o'sha rizqdan olaveradi-da shuni. Bu davramizga endi ajoyib insonlar Ramazonjonni tug'ilgan kuni muborak qilganga kelgan katta insonlarimizdan tumanimizda nogironlar jamiyatining raisi, ajoyib inson, kamtarin inson. Juda ko'p insonlarga yordamlar tekan. Davrashin inson bo'lganlar. Bu kishi o'zlari hayotga juda qiynalib, o'qib, ulg'ayib, ishlab xalqimizga fidokorona mehnat qilgan. Fidokorona mehnat qilib pensiyaga chiqqan inson. Yana shunga ham chidamasdan nogironlar jamiyatining raisi. Amjon akamiz, G'aniyev. 80 o'tib 90 bilan yuzlashibdilar. Endi biz ham orqalaridan boramiz, qani yetib bilamizmi deb. Xudo ilohiy umrlarini ziyoda qilsin. Sog' bo'ling, ilohiy hamisha farzandlarning boshiga, noyarlarning boshiga, Amjon aka. Shu chiroyli yurganlaringiz bu ham bir taqdirni sizga bergan inomi bu. Qilgan yaxshiliklaringizni bir savobini natijasi deb o'ylayman-da men. Ilohiy umringiz uzoq bo'lsin. Hamisha sog' bo'ling, ilohiy, salomat bo'ling. Yana bittamiz katta akamiz, Ramazon akamiz chiroyli.
so'z beramiz. Ramazon akam, Homijon akamning ukalari. Bu kishi ham tarixshunos inson. Hozirgi kunda ham o'sha nafaqaga chiqqan xalqimizga faqat yaxshi kunlarni beradigan, yaxshi bilim beradigan. Bitta narsaga qo'yil qo'yganmizki, o'sha ba'zi bir Mamman degan tarixchilar bilmagan, yozilmagan tarixga yozilmagan bir chiroyli bir nimalarni, iqtidorlarni keltirgan inson bu kishi o'sha. Somoniylarman ko'rganimni, eshitganimni aytib beraman. Boringizga shukur Ramazon aka, sog' bo'ling ilohi. Davramizda aziz insonsiz, sog' bo'ling. Xo'sh. Yaxshi ukaxonimiz, qishlog'imizning imomi, hamma yaxshi kunimizga ham, yomon kunimizga ham xalq bilan birga ham nafas bo'ladigan, hamma jon dildan yaxshi ko'radigan Bodirjon akam sog' bo'ling ilohi. Hamma vaqt to'y marakamizga ham, boshqa marakamizga ham bosh bo'ladigan, bilmagan narsalarimizni o'rgatadigan, davramizga o'tirsak, zamonaviy tilga aytsak, zamonaviy shaqshaq qiladigan, diniy tilga ham ta'lim beradigan, o'g'it beradigan yaxshi insonimiz ilohi bor bo'ling. Martabangiz mendan ham baland bo'lsin. Yana bitta aziz mehmonimiz Qashqadaryodan kelgan. Qashqadaryodan kelgan inson Ashturjon akamiz. Asli shu tug'ilgan joyi Sher o'zi. Sherda o'zimizni Turkonni Buxoro tumanining nomini yeb, Sherda bilimini olib, Sherda arig'ini suvini ichib, Sherda changini yalab katta bo'lgan inson. Hozir men shu yoqqa Qashqadaryoga. Yana bitta aziz insonimiz. Bu inson tanishtirmasam bo'lmaydi. Tanishtiraman, mikrofon beraman, o'zlari gapiradi. Bir ajoyib inson. Bitta gap bo'ldimi aka? San'atdan gapirsangiz, san'atdan dars beradi. Tarixdan gapirsangiz, tarixdan gap beradi. Xo'sh, siyosatdan gapirsangiz, siyosatdan ham gap, Trampdan Putin bilan Trampdan ham gapirib qo'yadi kerak bo'lsa. Lekin muzikadan desangiz-ku, faqat chol bilmasam aytib beradi tarixini. Lekin bitta yana yaxshi xislati bu, ha bu men bilmadim, lekin men bir oddiy temirchi deb qo'yadi. Kantorona do'stimiz. Ha bo'lish shuda. Ha, Bekmirxonga bilmaydi. Shu yaxshi kunlar ko'p bo'lsin ilohi. Tarixga qoladigan bo'lsa. Nima bo'lsa. Xush kelibsizlar. Qani olib turinglar, qani, olib turinglar, qani. Olib turinglar, qani. Marhamat. Hamid aka. Nambay. U dafa o'tirganimizga, u haftaga o'tirganimizga kimni tug'ilgan kuni edi? Oxirgisiga. Mana. Ha, ana. Ustoz Murod tug'ilgan kunlari juda shirin suhbat bo'lib, bugun yaxshi do'stimiz, yaxshi ukaxonimiz. Shu davramizda eng bir shirin insoni. Qayerda desak beminnat olib boradi. Qayerda aytmasak ham o'zi kelib olib ketaveradi. Ha, endi savob ko'psi Ramazonga. Ramazonjonga. Men demoqchimanki, shu fursatdan foydalanib bugun bu kishini tavallud topgan kunlari. Ramazonjonni ilohi solgan kunlari muborak bo'lsin. Hamisha farzandlaringiz boshiga sog' bo'ling ilohi. Kam bo'lmang. Chunki hammani ko'ndan yuragidan o'rin olgan insonsiz. Xizmatlarni qilgansiz. Chiroyli xizmatlarning evaziga bir savob yoziladi sizga. Demoqchimanki, kam bo'lmang ilohi. O'g'il qizlarning nabiralarini baxti iqbolini ko'ring. Farzand deydi, tongdagi nur, gulshandagi sabo deydi. Hammamiz ham shu farzandlarning baxti, saodati uchun, o'shalarning bir kelajagi uchun yashagan insonlar bizlar. Shunday. Demoqchimanki, endi bitta tabriklaymiz shu nomlardan bitta keksamiz, siz endi siz o'zi bitta boshlab bering tabriklashni. Ramazonjon tug'ilgan kunlariga. Marhamat. Mikrofonni to'bing. Ana. Bugun bera yig'ishdagi shu sabab bilanki hamma keksalar, pensionerlarni ana o'z nomimdan o'sha qatori Ramazonjonni tug'ilgan kunlari bilan tabriklayman. Hammalarga bitta niyatim bor. Meni yoshimga kirib, sog' salomat menda yurishingizni istayman, tilagaman sizlarga. Muborak bo'lsin. Doim sog' amon bo'ling. Nima niyatlaringiz bor, Alloh taolo niyatlaringizga yetkazsin. Sizga kuch-quvvat, beri o'tirganlarga ham kuch-quvvat, omad tilayman. Doim sog' salomat bo'ling. Ne Bodirjon. Rahmat. Shu Hazrat Ali Karomulloh Vashtadan so'ragan ekanlar-da. Shu kelajak avlodni qanday tarbiyalaylik, farzandu, nabiralarni deganda o'sha aytgan ekanki, siz oldingi katta avlodga ham qaramanglar. O'zlaringizga ham e'tibor qilmanglar uncha bu tarbiyaga. Kelajakka qarab tarbiyalayinglar. Chunki oldingi o'tganlar o'tib ketdi o'zi bilan. U jamiyat nima qildi, nima qo'ydi yo'q endi u. O'zi bilan ketdi. Ha, siz bilan yashaygan biz bilan ketadi. Kelajakka ular qoladi. Men Hoji akamning o'sha havasim ketgan joyi, ko'p ishlarga havasim ketadi, shunisiga havasim ketgan.
Endi hammaga ham bir odam bir xursand bo'ladigan tomoni bo'ladi-ku. Mana shu farzandlariga shu narsaga e'tibor qilish kishi. Farzandlarni o'zi qiyin bo'lsa ham, sharoitlari qiyin paytlar bo'ldi, nafaqat o'zlarini. Birovni farzandi shu o'qiyman desa ham bu kishi intiladi-da. Shu qishloqqa birga mana 30 yil bu kishi qishloqda rahbari bo'lib, o'sha vakili bo'lib ishladi. Biron marta o'zining manfaatini ko'zlaganini ko'rmadim. Mana xabarim. Mana men yurdim-da. Shu ariq qozicha esin, boshqa desin. Gaz keltirishmi, yo'l boshqasin, to'y, maraka boshqasi. Alhamdulillah, ana shunday. Ana shunday insonlar jamiyatimizga ko'payaversa, faqat yashnaymiz. To'g'ri. Ha, bizning yurtimiz ham yashnaydi. Ana nimaga kamchiligi yo'q, yashash farovonlikka. Faqat bir narsa bizga yetishmay turibdi, ahillik yetishmaydi. Ahillik bo'lish uchun esa yana o'sha Hazrat Aliga qaytamiz. O'sha aytadiki, odamlarni aybini yoshirgan odamni do'sti ko'p bo'ladi. Tasanno. Kimni aybini yoshirgan odamni o'shani do'sti ko'p bo'ladi. Zo'y mo'min ham harom deylar-ku, xuddi shunday-da. Bizani hozir do'stimiz kamayib ketish sababi ana shu bo'lib qoldi. Darrov bir kishining aybini aytib qo'yamiz-da. Kim u bizdan do'st bo'lmaydi keyin. Yuragi bir narsa oladi o'sha. Mana shu narsa. Aytib qo'yish imonni zaifligini belgisi. Bor ekan. Imon zaif kishi darrov betiga cho'padi. Yuzgan. Onang uni otang buni aytaveradi. Yo'q. Biz aslida bir-birimizni aybimizni yoshirsak, bu Hazrat Ali Karamulloh vashga aytadilarki, 3 ta sifat inson bolasiga bo'lmas ekan, bu dunyoga quruq kelib, quruq ketibdi deydi. Shuna kelgan, shuna ketadi. Hech nimasi. Hech narsa qilmasdan. Birinchi Alloh taborak va taolaning yer yuziga tushirgan sunnati ekan, bu insonlarni yo boshqa jonzotlarni ham aybini yoshirmoqlik. Katta sharaf. Bu Allohniki ekan. Alloh taolo kimga shu sifatni bergan bo'lsa, muborak bo'lsin. Shu boshimizga turgan, mana shu hoji akamizga shu sifatni Alloh bergan. Xudo ziyodat qilsin. Shu birovni aybidan mirqib gapirmaydi u kishi. O'zi iloyim, shuni sifatni hammamizga bo'lsin va birovni aybidan mirqib gapiradigan odam yaxshi odam hisoblanmaydi. Aksincha o'sha aybni o'ziga deb bilsa, Alloh mag'firat qiladi. U nima Iso alayhisalom bir dashtga ketayotganlarida bir kishidan so'ragan ekanlar-da, shu dashtga yurganingcha, qo'y boqib yurgan shahar bor, ilm o'rgansang bo'lmaydimi deganlarda, u aytgan ekan. Agar siz debdi 4 ta narsa o'rgatsangiz, o'zim ham 4 ta narsa bilaman. 8 ta bo'ladi. Yana bir kishi bir donishma kelib qolar, bir narsa o'rgatadi, ko'payaveradi degan ekan. Ha, nimalarni bilasan desa, u aytgan ekan, birinchi bir narsani bildim, o'zimniki aybim bor, birovlarning aybi bilan qiziqmadim degan ekan. Bilaman o'zimga o'sha ayb bor, lekin odamlarning aybidan gapirmadim deydi. Ikkinchi nima desa, men bildimki, hamma do'stlik vaqtinchalik ekan. Xohlagan kishi bilan do'stlashavering-da, baribir ajralasiz. Lekin Alloh taolo bilan do'stlashgan odam hech qachon Robbisidan ajralmas ekan. Yana qaysi ham Allohning o'ziga qaytadi. O'sha uchun o'sha kalimani ishlatamiz odamlar. Inna lillahi va innal ilayhi rojiun deymiz. Biz Allohnikimiz va Alloh o'ziga qaytguvchimiz. Shunday. Uchinchisini aytdi, bildimki, baxillik yomon ekan. Uzoqqa bormaydi. Baxil odam uzoqqa bormaydi. Saxiylik yaxshi ekan. Saxiy do'sti ko'p bo'lar ekan. Va to'rtinchisi yolg'onchilik yomon ekan dedi. Yolg'on gapirgan odam uzoqqa bormas ekan. Rostgo'ylik yaxshi ekan. Shu 4 narsani bilaman dedi. Shunda Iso alayhisalom aytadilarki, otdan tushib peshonasidan o'tdim shuni. O'zi dunyo oxirat ilmi shu ekan. Gapni aniq ham o'sha. Aniq ham shu ekan. Shu 4 ta ekan. Boshqa narsadan oqtarib, o'zimiz boshimiz og'ridi. Mana shu narsaga amal qiladigan bo'lsak, Xudo xolasa hayotimiz farovon bo'lib ketaveradi. Yashang. Rahmat hoji aka, ming bor muborak bo'lsin. Shunaqa yoshlarni ko'pini ko'ring, boshimizga omon bo'ling. Shu ahilligimizga sababchi aslida siz. Ya'ni mana bitta sababchisi bo'ladi-ku. Ha. Mehmonga, Ashurjonga. Qanaqa? Marhaba. Qashqadaryo voqasidan Yana bir marta assalomu alaykum deymiz. Haqiqatdan mana do'stimiz Ramazonjon bilan biz uzoq yerdan yoshlikdan do'stmiz. Buxoro bizni ona yurtimiz. Hozir Qashqadaryoda yashaymiz. U qanday yaxshi ma'rakami, yomon ma'rakami birgalikda o'tkazamiz. Do'stimiz ham aytamizmi, aytmaymizmi? Qachon desak, bizni yaxshi ma'rakamizga, yomon ma'rakamizga borib shu uzoq yo'ldan shu 2-3 kun turib o'zlarining do'stlik burchini bajarib keladi. Men endi Ramazonni ta'riflashga hammangiz yaxshi bilasiz, uni ta'riflashni shart emas. Lekin bir narsadan men xursandmanki, men shu do'stim bilan yurib, yana bir bilimli, ilmli, o'sha qorilar bilan haqiqiy mu'min, musulmon insonlar bilan yaqinlashganimga shu ham Xudoga rahmat aytaman, ham shu do'stimga rahmat aytaman, chunki men bu yigit orqali sizlar bilan tanishdim. Mana bugun bir misol, men oddiygina akamiz usta temirchi de o'zlarini aytganlar bo'yicha, lekin kelganlaridan beri
u kishini bilimlari, u kishini gapirayotgan tillari, do'stliklarini ko'rib men tasavvurimni bir narsa deya olmay qoldim. Endi hofizlarning oldida hech qachon oddiy havaskor qo'shiq ayta olmaydi. Biz gapira olmaymiz, lekin yuragimiz toza. Hammalarga rahmat. Ramazonjon do'stim shu umri uzoq bo'lsin. Doim sog' salomat bo'ling. Nabiralarning ham kamolini ko'ring. Bizni bir turkmanlarda bir maqol bor edi, maqol emas, bir ilm haligi gap bor. Og'iz birlik degan. Og'iz birligini birlashtirish uchun bir kishi kerak. Shunday. Bizni masalan 36 ta haligi o'quvchi sinfimizda 36 kishi bo'lsa ham, shuni masalan og'iz bir qilib, bir yerda, ikki yerda imkon darajasida diydorlashishga shu kishi yana ayrim o'rtoqlarimiz shu sababchi bo'ladi. Og'iz birlik yaxshi narsa. O'sha og'iz birligi suxaningizni oling, barakasini shu yigitga bergan. Rahmat sizga. Eng haligisi menga ta'sirlangan tonim shu mana Bahodirjon Qori akamiz, mana Hamidullo akamiz, Usta bobomiz, mana domlamiz, hammalariga rahmat. Men havas qilaman, shu hali kabi yo'l 200-300 kilometr ekan. Men agar imkoniyatim bo'lsa, shu 1000 kilometr bo'lsa ham, o'zlariz olis bo'lsa ham, qalbimiz, yuragimiz yaqin. Sog' bo'ling. Endi biz nima deymiz? Mana Ramazonjon do'stimiz, akamizni tug'ilgan kunlari sabab bo'lib yig'ilishib o'tiribmiz. Bu yerga hamma og'ayni, begonasi yo'q. Endi mana domlo gapirdilar hozir, mana Bodir ukamiz, ana bu kishi Ikrom akamiz, bobomiz gapirdilar. Rahmat. Hamma shu yerga. Mana shu akamizni xush kelibsiz deyman Supon aka, bizni Buxoro diyorimizga. Mana Ramazon akamizni hamma tabriklab bo'ldi. Men sizni tabriklayman. Bu kishini 2 kundan beri tabriklayman. Tabriklash ham chegarasi bor. Bizni Buxoro pirlar diyoriga xush kelibsiz. Qadamingizga ajr hasanotlar Alloh yozsin. Viloyatlar içinde mulki ammiyat Buxorodir. Bahori rahmat ichra gavhari qimmat Buxorodir. Sharifu ham latifu afsal mulkat Buxorodir. Kito yamul jazo benuqsu beofat Buxorodir. Charoqi koni ilm taqvo itoat Buxorodir. Masavim erdi hazrat fajr farzin ado qildi. Ochib giyu hamma ashabalarga yig'lab nido qildi. Duoga qo'l ochib Tangriga behad iltijo qildi. Duoni xatm etar vaqti Buxoro deb nido qildi. Iloho xor qilma, loyiqi izzat Buxorodir. Xush kelibsiz, o'tiring endi, marhamat. Bo'lani shu. Bugun bir quvonchli, bir xursandchilik kuni bor ekanki, ana qadrdonimizni Ramazon akani tug'ilgan kunlari, bu kishini tabriklaymiz, bu kishiga uzoq umrlar tilaymiz, doim sog' salomat bo'lsinlar. Endi bu kishining bir xislatlari borki, ko'p davrlarga o'tiramiz bizlar. Eng yoshlarga ibratli bo'laydigan, bizlarga ibratli bo'laydigan tomonlari borki, nihoyatda bu kishi kitob sevar hisoblanadilar. Alisher Navoiymi, Abdulla Qodiriy, Abdulla Qahhor, bu Said Ahmad, bu Shuhrat, bu G'afur G'ulom, Oybek va hokazolarni nihoyatda kitoblarni ba'zi bir joylarni ham yoddan biladilar. Ba'zi davrlarga o'tirsak agar bu kishi misol ham keltiradilar o'sha bir ma'lum joylardan. Shunga men quvonamanki, yoshlarga tarbiya berishda shart emas ana buni qil, uni qilib qo'yish. Shu shaxsiy ibratni o'zi tarbiya, u muhit shunday o'ziga tortib oladi. O'sha uchun men istar edimki, bu kishi doim uzoq umrlar ko'rsin, doim sog' salomat bo'lsin. Ana yoshlarimizga qaysi davrlarga o'tirmasinlar, bu kishida biron og'iz ana g'iybat gapi yo'q. Ortiqcha gaplari yo'q. Faqat shu mashhur yozuvchilarni, xalq sevgan yozuvchilarni asarlarini doim muhokama qiladilar. Ibratli joylarini o'shani. O'sha uchun doim sog' bo'ling, amon bo'ling. Oilani boshida, do'stlarni boshiga doim sog' salomat bo'ling. Hammalariga rahmat, xush kelibsizlar. Biz Ramazonjon bilan yaxshi kunlarda o'tiribmiz do'stlar davrasida. Mana kitob haqida ko'p gap ketyapti. Haqiqatan do'stimiz kitobni ko'p o'qiydi. Eng qizig'i o'qigan kitobini falon joyni shu ham qiziqarli qilib aytib beradi. Siz
Shuni qayerdan topsam bo'ladi? Shu kitobni deb yo uni izlab topasiz yoki do'stimiz bir borganda o'qib olgandan keyin uni arendaga beradi bu kishi. Keyin beradi. shu Hazrat Shukurullo domlaning bir gaplari bor. O'zbekiston xalq yozuvchisi Shukurullo domla yoshligini eslaydi bir kitobda. Shu kitob o'qishga haligi qiladi. Aytadi, yoshligida bobom meni olib yurar edilar. Bir aytdilar, bir ruboyimi she'rni shuni o'qigin deb aytdilar deydi. Keyin uni deydi, o'qidim, xo'p, mana yaxshi yod qilibsan. Shuni ma'nosini aytib ber. Sen o'qibsan, o'qdingmi desalar, men she'rni ifodali o'qib berganga nisbatan uni tushuntirib berishga ozroq qiynaldim deydilar. Bo'lmasa deydi, keyin tushuntiradilar-yu, bundan keyin qayerga mana shu ilmli kitobxon do'stlarini oldiga meni olib borib mehmonlarga, davralarga qatnashib, men ulardan deydi ko'p narsani o'rgandim deb o'zlarining xotiralarida aytib o'tadi. Endi hammamiz ham yosh emasmiz, bilamiz bir narsalarni. Shu oldi bitta kitobni o'qigandan keyin men o'qidim, Ikrom aka o'qidilar, ustoz siz o'qidingiz, Bahodirjon o'qidi. Hammamiz bitta o'zi bir mazmunli kitobdan yoki bitta ijobiy qahramon yoki salbiy qahramon deydi. Har qaysimiz har xil ma'no olamiz. Oldinlar masalan mushoiralar o'tkarganda, men masalan shu Abdulla Qodiriyni shu o'tgan kunlaridagi oddiygina bir ta'rif bersak, siz boshqacha ta'rif berasiz, lekin shu mushoiralar davrasida uni shu xarakteridagi tushunmagan joylarimizni shu muhokama jarayonida o'rganamiz. To'ldiriladi bu. Keyin bu narsa hech qachon odamning esidan chiqmaydi. Kitobni o'qigan, kitobni sevgan odam menimcha kam ham bo'lmaydi, birovga yomonlikni ham istamaydi, g'iybatchi ham bo'lmaydi, g'arazgo'y ham bo'lmaydi. Ana shu asal. Marhamat. O hamisha guftem bochmi? Aqlsiz Shash maqomdan ham aytsangiz mayli ekan. Endi men shash maqomi Ikrom aka aytish kerak. Menga savod bo'lmasa, men ham bilaman shash maqomni, o'sha shash maqomligini. Misol uni ham o'zini shubalari bor, Rost, Navo, Dugoh, Buzruq, Iroq, bu shash maqom Buxorodan chiqqan, Buxoro shash maqomi. Endi ya'ni musiqani bir daraxt desang agar, tomiri Xorazm, tanasi, kundasi Buxoro, bargi Farg'ona vodiysi. Marusjon. Gapi shudagi shami qora aka. Baroymi? Baroy Ramazonjon gap seni. Baroy Ramazonjon du so'tkaysan gap mezaram. Xalq tarixning nomida gap. Mana shu she'rga hamma yig'ilishgan, mana Qashqadaryodan, Buxorodan, Buxoro tomonidan hamma yig'ilgani sababi asoschi ham Ramazon. Ramazon o'n kun sanatoriya ketdi, hammamiz titilib ketdi. Ha, baraka o'zi bir kishiga bo'ladi. Bir. Ikkinchidan, lekin bu kishi ham har bir ishiga ajr savobni olyapti. Buyog'i ham bor. Bu kishini qiladigan xizmatlarini islom dini sadaqai joriya deydi. Inson shu kun agar o'lsa, kitobi yopiladi. Yaxshilik ham qila olmaydi, o'lik yomonlik ham qila olmaydi. Magar ham sadaqa joriya qilgan kishi har kun plus savob har kun bo'laveradi. Ilohim Ramazonjon do'stimiz 100 dan ham oshsin. Farzand, nabiralarni, do'stlarni, birodarlarni baxti kamolini ko'rib yuraversin. Hech vaqt charchamasin, o'yma, bizlarni yig'ib ketiradi, yana aytib qo'yadi. Bundan oshig'i bo'lmaydi-da. Azalma, borga shukr. Mayli, ilohim dard g'amni ko'rmang Ramazonjon. Gapni anig'i shu. Rahmat, xush kelibsiz. O'sha damlading ana shu do'stimizni mehmonlari kelgan, o kishini tug'ilgan kunlari ekan. Xudo xushxat bersin. Bir anchadan biz bir boshqalar qilamizmi deb niyat qilib bergandik, o'zi bugunga taqdir qilgan ekanda. Endi Ramazon uchun osh bu bir bahona bu. Ha. Osh har kuni yeyiladigan narsa. To'g'ri. Bu bir sabab. Diydoram qaynamadi. Oshining farqi boshqa oshlar. Ha. Bu oshda buni olib qarasaygan tarixi ko'p. U bizga nima deydi, ana otamiz, o'sha ota bobolarimizdan qolgan bir bor sho'rva ichib, badanni qizdirgandan ko'ra sovgan bo'lsam osh yegan afzal deydi. O'sha uchun bu oshni uni qilsagan baribir nima deydi, davrani mas'ul hurmati shu. Bundan necha asr oldin qanchalik obro'y bo'lgan bo'lsa, ko'tarilsa ko'tarilga tushadigan narsasi yo'q. Taomlarni poshshasi. Ha.
Hozir chiqqan o Yevropa taomlariga nisbatan buni obro'yi yo'q. Ularga ham bu xudo Nobel mukofoti agar beriladigan bo'lsa biz ha xizmat qilib shuni taomni pishirib bergan akaxonimizga qo'llari dard ko'rmasin. Osh pishirib bilmasak ham uyingizga oshxo'rlikka boraylik. Niyatimiz ana shunaqa. Yuzingizga gul, hamma vaqt kulmamiz o'sha. Kechami bizga qulf kalit yo'q. Endi biza biladigan, siz mana ashur biladiganlar kechqurun uyga dasturxonni boshiga endi biza o'sha vaqt 10 yosh, 12 yosh vaqtimizda dasturxonning ustiga har xil ovqat bor. Qayish ham bor, osh ham bor, makaron ham bor, moshoba ham bor. Men garang onam bitta ovqat qildi. Hamsoyalar ketiraydi. Biz hamsoyaga aytaydik. U vaqt odamlar hozirgacha boy moshin qayerga edi? Muhabbati baland edi. Huvaydo yozganlaridek muhabbatdan muhabbat bo'ladi paydo, muhabbatsiz odamdan qoch huvaydo. O'sha hozir muhabbat susaygan vaqti, pul moshin ko'p. Hozir qarong'i bo'lmasa eshikni qulflayveradi. Qulflab o'lsam bir. Marhamat qilinglar, bismillah qiling. Suponjon, endi bir oshga marhamat qilib qo'ying. Rahmat, Xudo rozi bo'lsin xizmatingizga. Qadamlariga hasanat, xush kelibsiz Buxoroy sharifimizga. Ziyathammanna va saqana va jalana minal muslimina. Xudomonda dunyomiz tinch bo'lsin, o'tganlarimiz Alloh rahmat qilsin. Xonadonlarga Xudo baraka bersin. Ofat shikasini asrasin, farzand nabiralar baxti kamolini ko'rsin. Mana shu Ramazonjon do'stimiz, akamiz, birodarimiz 100 yoshga kirsin. Bemori qazdoriya nadirat. Alloh. Rahmat. Xushomad.